Assalomu alaykum hammaga. Mana Qarlo aka bilan biz Arsenal klinikasidanmiz. Hozir butun sog'liqlarni hammasini tekshirib, qo'ldan kelgancha O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan taqdirlandi. Bu narsa eshitildi, jasorat unvoni berildi. Inshaalloh prikaz chiqarilgan. Bu o'zbeklarning faxri, bu inson chunki bu hozir kerak edi. Mana shunday narsa endi bo'lish kerak emas, lekin bu insonni tutgan o'rni u hozir o'zini ichida bu men qildim degan ham narsa yo'qda. Bu meni vazifam degan narsa bor. O'shaning uchun aka sizga kattaga rahmat. Hammaga rahmat, sizlarga ham rahmat. Nima deysiz? O'zingiz qanday tushaydi hozir? O'zim xursandman. Mana shu sizlar shunchalik yordam qilib turibsizlar. Juda tilojiz. Ko'pchilik aytayapti, akaga deydi, kiyim kiyishga emas, pul beringlar dedi. Kamchilik yo'qmi? Finansdan? Yo'q, yaxshi. Xudoga shukr. Bankomatlar hisob qila olmayapti. Shunaqa, yaxshi. Bu narsani aytish kerak. Qo'ldan kelgancha mana shu Sankt-Peterburg shahrida o'zbeklar qo'ldan kelib yordam qilyapmiz. Rahmat. Faxrlanadigan insonsiz. Rahmat akalar, sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar.